Akalar, ukalar, bugun şu issiqlik zarbi haqida gaplashamiz. Parandalarimiz hozir kunda shu issiqdan qanday saqlaymiz? Xullas kalom. Kichkina partiyani chiqarib yuboramiz. Ikkalasini bir. Aka-ukalar, issiqlik haqida issiqlik zarbi deydi. Bular uzoqqa ketmaydi. O'rganishmagan. Teshik ketib ketmasin. Endi aka-ukalar, bu jo'jalar tomosha qilib maslahatlarimizni beramiz. Issiqlik zarbi nima? Masalan, hozir kunda havo qizdi. Bu jo'jalarimiz, parandalarimiz qiynalib qoladi. Shuning uchun ozgina bu parandalarga bir ko'makdosh bo'lmasak bo'lmaydi. Masalan, ko'p aka-ukalarimiz setkada qo'yadi. Masalan, soya, masalan, kunni judayam issiq vaqtida masalan, soya deydi, yo bo'lmasa mana bunaqa daraxtlar tagida soyada qo'yishi mumkin. Noto'g'ri, bu narsa noto'g'ri. Aka-ukalar, masalan, soyada ham kunni issig'ida albatta 40 dan oshib ketishi mumkin temperatura. Bu parranda uchun o'ta xavfli bo'ladi. Bu o'limgacha olib borishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun endi hozir bu yerda katta parrandani ham ikkisini ham yuvardim. Shuning uchun nima qilamiz? Nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Masalan, yaylovga qo'yganimizda, masalan, mana hozir ertalab qo'ydim. Soat 5 larda turib yaylovga qo'yib verdim. Shu kun qizg'andan уже 30 ga chiqqandan уже buni bostiriqli ham yeri где-то endi примерно hammada bunday imkoniyati yo'q. Mana shunaqa bir nimada turish kerak-da bu obed issida. Nimaga? Sababi baribir nima qilganda ham obedni jo'qrama issida buni ichi salqin bo'ladi baribir nisbatan. Mana bu soyalarga nisbatan. Masalan, siz setka qilib qo'yishingiz mumkin tashqarida obed issida, soyada bu bir parandaga nog'riska bo'ladi, soyada ham issiq bo'ladi. Obed issig'ida mana bu yer yaxshi bo'ladi, baribir salqin bo'ladi, nisbatan salqin bo'ladi. Endi kechqurunlari masalan buni ichi o'ta qizib ketadi kechasi. Aka-ukalar, sinab ko'ringlar. Buni ichi kechasi qizib ketadi. Iloji boricha kechasi masalan tashqarida setkalaringiz bo'lsa, tashqariga setkada qo'ygan ma'qul kechasi. Shu narsalarga e'tiborli bo'lmasak, shu yurtdoshlarimiz tomonidan shu issiqlik zarbidan ko'p parandalarimiz nobud bo'lib turibdi aka-ukalar. Shuning uchun bu mavzuni tanladim. Endi o'tgan videolarimizda shu anor haqida bir oramizda bog' bolalar bo'lsa, shunday anorim bor. Bir 10 tip, anjirim bor. Bu yil xudo xolasa zo'r bo'lib gulladi. Ajoyib bo'lib.
Endi şu yurtdoshlarimiz tomonidan bir maslahat so'radim-da, shu anarda. Ko'p odam aytdi, tagini tez suv quyib turish kerak deb maslahat berdi. Endi buni bilar edim. To'g'ri gap, to'g'ri aytaman-da. Buni bilar edim, tez suv quyib turishdi. Endi ko'pincha men shu masalan anarda ko'nmasa ham ben ko'nmadim-da, men bir narsaga hayron qolaman. Men ko'nmadim. Bu yil o'tgan yili ko'milmay qoldi, analar ko'milmadi, lekin shunday gulladi. Hech qachon bunday gullamagan-da. Ko'milmagan yili aynan. Shuning uchun bir qiziqib so'radim-da, ya anarda o'zi endi shu bog'bonlarimiz chiqdi, yo'q ko'mish kerak, baribir ko'mish kerak degan bir maslahatlarni berdilar. Suvni changlata nimasi bor ekan, uni aytdilar, uni bilmasadim to'g'risi. Maslahat berganlar uchun katta rahmat. Endi o'zlarimiz mavzuga qaytamiz, aka-ukalar. Bu issiqlik zarbi juda ham yomon narsa. Parranda o'lim holatiga boradi, o'lmasa ham. Bu Husniddindan kelgan Girakilni bolasi men yanimdan ketmaydi. Odamga o'rganib qolgan ekan bu. Husniddin, buni o'rgatib tashlabsan buni o'zing. Xullas kalom. Shuning uchun ertalab qo'yamiz yaylovga, kechqurun ertalab kechqurun qo'yamiz. Kunduz kunlari tashqarida setkada qo'ymaymiz, aka-ukalar. Soya bo'lsam bo'lmaydi, soya usti bostirilib, soya quyosh tushmaydi deganingiz ham bo'lmaydi. Ham yeri yopiq yerda baribir sinab ko'ring, siz o'zingiz sinab ko'ring. Masalan, obedni issig'ida o'zingizni uyingizni ichi salqin bo'ladi. Kechasi qizib ketadi. Mana shundan primerni xulosa chiqarasiz. Kechasi tashqarida setkada qo'ying imkoniyatingiz boricha kechasi. Kechasi ham qizib ketadi ichkarida. Bostiriqli ham yeri yopiq edi, kechasi qizib ketadi. Kechasi setkaga chiqaring tashqariga. Kunduzi ichkariga yaylovga ertalab kechqurun qo'yaverasiz. Hozircha jo'jalarimiz shu yaylovda yeyish bilan band. Bu kichkinalarga tegmay turibdi, Xudoga shukr. Va addini yurtdi. Ikkita partiyani ham qo'yverdik. Bitta o'q bilan ikkita do'ngizni urdik-da. Xudo xolasa. Aka-ukalar endi qiziqib so'raydiganlar chiqadi. Bularni ichida sotiladimi, nima qiladimi? Yo'q, aka-ukalar, bular sotuvda yo'q, birortasi ham sotilmaydi bularni. Nimaga deganda bular masalan yanaki yilga zagotovka bular. Sotiladiganlari o'tgan videomda ko'rsatib qo'yibman. 1 oylik jo'jalarimiz bor. Mana shularning ukalari. Mana shu jo'jalarning ukalari. Mayda boshida chiqqan, aprelda oxiri, mayda boshi shunday chiqqanda ukalari. Ana shu jo'jalar sotuvda aka-ukalar. Bir-birimizni vaqtimizni olib, nima qilib o'tirmaylik, bu jo'jalarni so'rab o'tirman. Mana ular shamo. Kul shamo и qora shamo. Kul shamoni shu laqabi general, qora shamoniki kobra. Mana kobra mana qaralar. Mana general mana. Aka-ukalar, bugungi endi 6500 ga yetgan kanalimiz hozirgi kunda blokda turibdi. Bir 2 haftaga ochadi.
Shuning uchun bu videoni shu Chempion TV kanalimizga qo'yaman. Xudo xolasa Farhod TV kanalimizda shu 2 haftadan keyin ochiladi. Haligi anjarda kelgan nimalarni bir korobkaga solib, parandalarni qishqirtirib yubordikmi, bir videoni o'chirib 2 haftalikka ilib qo'ydi-da. Aka-ukalar, Telegramga o'tinglar. Telegram kanalimiz bor. Parranda boqsangiz bu juda ham siz uchun foydali bo'ladi. Kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parvozlar, bu yerda eng asosiysi xo'roz janglarini tomosha qilasiz. Pryamoy translyatsiyalar bo'lib qoladi. Ularni tomosha qilishingiz mumkin. Qozog'iston, Qirg'iziston nimalarida, arenalardagi janglar. Xullas kalamda. Telegramning silkasini kommentariyada qo'yaman. Silkani ustini bossangiz Telegramga o'tasiz aka-ukalar. Aka-ukalar sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.